kökünü alamsan yıldızını mı? Buranın burnusida güzel, boyaşat, avat bir yurt bulgan ekan. Bu yurtda insonlar bilan hayvonlar inoq, ijil do'stlik o'tishir ekan. Shularning ichida bir dehqon bilan bir eyiq yaqin do'stlardan ekan. Ularning ikki etiz terilg'i yeri bor bo'lib, bir yili ular birlashib bu yerga barangi terishga tutishibdi. Lekin eyiqchaq o'rindiq bo'lg'achqa hamma ishni dehqon o'zi qilib tugitibdi. Hash-pash tugicha barangilar pishib, uni yig'ib oladigan vaqtni kelibdi. Dehqon bilan eyiq bu barangilarni yig'ib olish uchun 75gacha bo'ldi. Bu chaqda dehqon eyiqdan so'rabdi. Eyiq do'stim, barangilarmi pishib ketibdi. Amdiki gap barangilarni bo'lishib qoldi. Aytqancha, bu barangilarni qandoq bo'lishsak bo'la? Birimiz bir etizni, yana birimiz yana bir etizni oladigan bo'lib bo'lishamdiq yoki ustidagi ko'kini birimiz, ostidagi yiltizini birimiz oladigan bo'lib bo'lishamdiq. Agar bir etizdan bo'lishsak, barangi bir etizni ko'p, bir etizni ozroq bo'lib qolsa, men ziyon tortib qolg'dakman. Shunga birimiz ustidagi ko'kini, yana birimiz ostidagi yiltizni oladigan bu chora xeyli bo'ladiganda qilamdi nima? Bunda qarasam, bu barangilarning ko'ki yiltizdan ko'pdan qiladi. Yani kelib bularning yiltizni ko'lab chiqarish bir avorchilik. Shunga men ustidagi ko'kini olay, sen yiltizni olgin. Ha, do'stim, yana obdanroq o'ylanib baqqin. Men ko'ki bilan yiltizning gapini chaqchaq qilib deb qo'ydim juma. Voy, bo'ldi, o'ylanishdan hojat yo'q. Men ziyon tortibman emasmi? Bu barangi deganning ko'kini qattiq yegili bo'lmaydi ekan-ku. Asli ilishq tegishli yeri yiltizgan emasmi? Xap, kelar qitim usul bo'lishgan chog'da cho'qim yiltizni olaman. Shunday qilib, bu qitimqi barangi bo'lish ishida eyiq ziyon tortibdi. Gerçi dehqon necha kundan keyin eyiq tegishli barangini olib chiqib bergan bo'lsa-mu, eyiq o'zining ahmoqlik qilganligidan kelar qitim cho'qim yiltizni olaman degan niyat yuribdi. Ikkinchi yili ular ikkisi birlashib bug'doy terishga kelishibdi. Eyiq yana shu burunqideklar g'o'rillik qilib, qayer soyi bo'lsa, shu yerda uxlab, o'ynab yuribdi. Hamma jafoni dehqon tortib, bug'doyni terib chiqibdi. Bug'doylar rosa pishib, o'rma vaqtimi yetib ketdi. Ikki do'st bug'doylarni o'rib olish uchun yana 35 jam bo'lishibdi. Bu chaqda dehqon eyiqdan so'rabdi. Bu qitim bu bug'doylarni qandoq bo'lishimiz? Yana oldingi yildagidek bo'lishamdiq ya. Yo'q. Bu qitim men yiltizni olaman, sen ko'kini olgin. Ha, bo'pti, xolig'iningcha bo'lsin. Mushundaq saboqlarni ko'proq olsang, buningdan keyin o'ylanib gap qiladigan bo'lasan. Shunday qilib, bu qitim eyiq bug'doyning yiltizini, dehqon bo'lsa ko'kini oldi. Dehqon nurg'un bug'doylarni o'rib, xamirni ip bo'lgandan keyin yog'chaq bilan un tartib, temir yug'urib, mezlik nonlarni pishirib ketdi. Dal mushu chaqdala eyiq o'zining aql ishlatmay gap qilganligidan shunday oqibat qilganligini bilib yetibdi. Shundan keyin har qanday ishga astoydil muomala qiladigan ham o'rinli qilmaydigan bo'ldi.